Belgili o'zgarishdi. Bitta vapshim zo'r kottejimizni hozir qo'yamiz. Bitta obzorni ko'rsatamiz. 1.6 sotix, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Mebel texnika hamma narsa qoladi. Bitta obzorni ko'rasizlar. Narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Mana bu yerda qo'shnilar hammasi ko'chib kelishgan. Bitta mana mashinasi qolgan. Eng kattasi 1.6 sotulik. Hovliga kirib kelishimiz. Hovlisi ham kattagina. Burchakda sanuzeli bor. Hozir uylarning obzorini qilib beraman. Uyga kirib kelishimizda katta hol, o'ng qo'limizda kuxnyasi. Ko'rayotgan narsalar hammasi qoladi. Birinchi etaj zalimiz. Bu yoqda detskiy xonamiz o'rtada. Bunisi birinchi etaj sanuzel. Ikkinchi etajga obzorni qilib beraman. Ikkinchi etajimizga chiqqanimizda to'g'rida detskiy xona bitta, mebel texnikalari bilan. Ikkinchi etaj zalimiz o'ng qo'lda. O'timizda ota-onalar uchun spalni mebel texnikalari bilan. Bu yoqda ikkinchi etaj ofis sanuzelimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $105 ming.